100 yıllık marafon. ئاپتورى مايكىل پلىزبېرى. 8. bab Kapitalisning yasalmılığı. Fursatdan paydalanıp nap elish. 36 tədbirdən. 4. qism. 90 yıllarning başlarida pul muomala bilan shug'ullanadigan ashu g'arbliklar Qingdao pivisi guruhi Xitoydagi birdan-bir dangliq korxona deb bilgan bo'lishi mumkin. Bugun bo'lsa, dunyodagi ba'zi avangard korxonalar Xitoy davlat egiligidagi korxonalardir. Masalan, Sinopec, Zhongshihua, Xitoy bankisi, Xitoy telegrafi, Xitoy ko'chma telegrafi va Huawei qatorliqlar mushuning jumlasidan. Gerçi ko'plagan davlatlarning davlat egiligidagi korxonalari bo'lsa-mu, biroq boshqa davlatlarning davlat egiligidagi korxonalari davlatning iqtisodining jon tomiri deb qaralgan sohalar orqali iqtisodiy manbalarni harakatlantirish uchun qurilgan. Bu korxonalarni davlat egiligida tutishdagi sabab erkin bozor bu xil iqtisodiy manbalarni ta'min etishni kapolatga ega qila olmaydi deb qaralganlikdan. Xitoy Janubiy Koreyaning Chibol shirkati va Yaponiyaning Guru shirkatlarining andisini asos qilib turib, bir necha qadamni baldir oldi. Xitoyning davlat egiligidagi korxonalarining qurilmasida davlat egiligidagi korxonani kommunistik partiya o'zi qurdi va uning strategiyalik qadam bosqichlarini o'zi belgilaydi. Bu qadam bosqichlar cho'qim davlat manfaatiga foydali bo'lishi, har qachon to'rtni zamonaviylashtırishning eng kamida birini yoki uningdan ko'pragini ilgari suralaydigan bo'lishi kerak. Xitoyning barcha muhim davlat egiligidagi korxonalarining boshqaruvchilarini Xitoy Kommunistik partiyasi markaziy komiteti tanlaydigan bo'lib, bu boshqaruvchilarning zo'r ko'pchiligi davlatning istixborot qatlamlaridan yoki harbiy qatlamidan tanlangan. Shundaqla bu xil munosabat davlat egiligidagi korxonalar yurishibla turgan taqdirda to'xtab qolmay davomlashadi. Xitoyning davlat egiligidagi banklari xususiy igidorchilikdagi korxonalarga qaraganda davlat egiligidagi korxonalarni mablag' bilan ta'minlashni yaxshi ko'rdi. Bu banklar Xitoyning davlat egiligidagi korxonalarini zo'r sommada iqtisod bilan ta'minlash orqali bu qaltis korxonalarning chet elning texnologiyasini qo'lga keltirishi va chet eldan xom material qo'lga tushirishiga hamdam bo'ladi. Bu xil hukumat yordamlarining unumdorligi tuvan, ko'payishi yo'qning o'rnida bo'lsa-mu. Ammo bu mablag'lar Xitoyning mazkur davlat egiligidagi korxonalarini g'arb korxonalariga qaraganda afzallikka ega qiladi. Xitoyning 100 ga yaqin davlat egiligidagi korxonasining hammasi dunyodagi 500 kuchlik korxona qatorida. Muhim o'zgarishlardan birida maxfiy sohalarni asos qiladigan Dunyo bankisi va xalqaro pul muomala fondi Xitoy belgilamalarining davlat egiligidagi korxonalardan Xitoy hukumatining manfaatini qo'g'dashni talab qiladiganligini e'tirof qildi. Bunda qilish Xitoyning o'z va'dalariga xilof. Dunyo bankisi 1993-yildagi bir maxfiy dokladida shu darajada cho'nqirlab ketganki, ular hatto Xitoy davlat egiligidagi korxonalarning ilg'orlashtirilmasa va uzil-kesil holda tapovat yaratadigan holga kelmasa, Xitoyning boshqa islohotlarining mag'lubiyatga uchraydiganligidan Xitoyni ogohlantirgan.
dokladdaki şerikləşdiriş degan uqum dövlət kontrolini boşaşdırış, bəzi karxanalarni vayron bo'lishga yoki tarqilib ketishga majbur qilish, boshqa karxanalarni bo'lsa, nurg'unlagan kichik, ziyon ichidagi karxanalarni birlashtirib, zo'r foyda yaratadigan karxana qilib chiqishdan derak berdi. Mana bu 10 yildan keyin davlat chempioni sistemasi deb tunilgan sistemaning boshlang'ichi bo'lib qolgan. Dünya Bankisi Xitoyga texmi yiroqqa qadam elish taklifini bergan. Xitoy buni qabul qilgan. Dünya Bankisi Xitoyga yana birlashma pay hassadorlik mablag' solish shirkatlarini qurish takliflarini bergan bo'lib, bu shirkatlar erkin bozor iqtisod sistemasidagi birlashma fondlarga bakma o'xshashidi. Paychek bozorlarini qurish orqali davlat egiligidagi korxonalarning pay chekini setib etish taklifi kishini hammadan cho'chitadigan taklif hisoblanadi. Aslida paychek bozori davlat korxonalari uchun emas, shaxsiy korxonalar uchun xizmat qiladi. Bu xil o'rinlashtirish qisman xususiylashtirish deb ataldi. Xitoy yana bir qatim parda orqasida turib yo'l ko'rsatayotgan Dünya Bankisining yo'l yo'riqiga ergashdi. Tiananmen qirg'inchiligidan keyin Amerika, Yevropa va Yaponiya Xitoyga jazo yurgizgan bo'lsa-mu, Dünya Bankisi maxfiy holda Xitoyga yordam berdi. Xitoy yana bir qatim Dünya Bankisining ko'rsatmasi bilan Amerika Federatsiya zapsi sistemasiga o'xshash sistemadan birini qurib chiqdi. Xitoy amaldorlari 2003 yildan boshlab davlatlik kuchli korxonalarni barpo qildiganlik to'g'riliq so'zlashga boshladi. Bu o'zining davlat egiligidagi korxonasidan 50 ga yordam berish orqali ularning 2010 yilida dunyodagi 500 kuchlik korxona qatoriga kirishni qo'lga keltirish planlangan bir yoshirin plandan derak beradi. Xitoy bu g'oyasiga yetdi. Qurol-yaroq, tok, energiya, uchur texnologiyasi, xalq avasiyasi, suv transporti qatorliq sohalardagi davlat egiligidagi Xitoy korxonalari zimin va energiya yordam puli, e'tibor o'lchimidagi boj siyosati, Xitoy bankisidan beriladigan normadan tuvan o'sim nisbatlik qarz. Bu xil qarzning qaytarilishidan umid kutilmaydi. Qatorliq usullar bilan Xitoy kompartiyasining qo'llashiga erishdi. Kunimizda Xitoyning davlat ig'dorchiligidagi va davlat kontrolligidagi iqtisodi g'oyat zo'r. Erishgili bo'ladigan san-sifirlar shuni ko'rsatadiki, davlat egiligidagi Xitoy korxonalari va bu korxonalar bevosita kontrol qiladigan sohalarning GDP'si Xitoyning yezi egiligiga tava bo'lmagan GDP'sining 40%ni egallaydi. Navada bu korxonalar vositalik kontrol qiladigan shaharlardagi kollektiv egilik va yezi qishloqlardagi korxonalarni yuqorqi songa qo'shib hisoblaganda Xitoydagi umum ig'dorchiligidagi va kontrollik ostidagi sohalarning GDP'si Xitoy umum iqtisodining 50%ni, hatto uningdan ko'pragini egallaydi. Navada siz koni zo'ravon kuchni o'zingizning kapitalist bo'ladiganligingizga va o'ttir tabaqadagilarning pat arda demokratiya talab qiladiganligiga ishontirmoqchi bo'lsangiz, yuqorqilar haqiqatanmi bir ochiq reallikdir. Xitoyning 5 cho'ng bankisi Xitoydagi barcha omonat pulining 50%ni qo'lida tutadi. 1 milliard 350 million nopusga ega bir davlatda
mərkəzi və yerlik hökumətlərinin igiligidəki banka 29. Alayda məmuri rayondakı bankalar 34. Şəxsinin iqtidarçılıqdakı banka arallı 2. Xitayning bu 65 bankası Amerikaning 9000'ga yaqin bankası bilan selishtirilsa, to'limi zo'r selishtirma hosil bo'ladi. 2013 yilning yil oxirida Xitoy Markaziy bankasining umumiy tashqi perevod zapisi 3,66 trillion dollar bo'lgan. Bu son Xitoy umumiy GDP'sining 40%ni egallaydi. Xitoyning davlat egiligidagi korxonalarning uzun zaman davomlashadiganligi to'g'risidagi dalil isbotlarning rost yolg'oni aralashib ketgan. Ko'p sondagi iqtisodshunoslar davlat egiligidagi korxonalar bozor ehtiyojini qamdash uchun emas, siyosiy ehtiyojni qamdash uchun o'ttirg'i chiqqan deb qaraydi. Bu korxonalarning mahsulot va mulozimatga bo'lgan o'zgarishchan talablarning ehtiyojidan chiqalishi qiyin. O'xshash sohadagi yoki xususiy sohadagi raqobatlarga nisbatan unumdorligi tuvan. Ular doimla yaqinlarni ishga qo'yishning zinini tortadi. Bu korxonalarning boshqarish tuzumi sirtqa kamdan-kam oshkorlandi. Davlatning aralashishi davlat egiligidagi korxonalarning unumsizligiga sabab bo'lgan. G'arbning yordami bo'lmasa, Xitoyning davlat egiligidagi korxonalari hayotiy kuchini yo'qotib, oqibatda xususiy iqtidorchiligidagi Xitoy korxonalari tarafidan shollanib ketadi. Biroq G'arbning yordami sababli Xitoy davlat egiligidagi korxonalari yanada gullanmoqda. Goldman Sachs va Morgan Stanley qatorliq G'arb korxonalari Xitoyning davlat egiligidagi korxonalarini qayta tashkillab, bu korxonalarning boshqaruvchilariga xalqaroliq pul muomala talabiga va buxgalterlik talablariga qandoq rioya qilishni o'rgatdi. Natijada Xitoyning bu davlat egiligidagi korxonalari Londondan Nyu-Yorkgacha bo'lgan xalqaroliq paychak bozorlarda tunji qatim o'z paychekini bozorga soldi. Shundaqla Shanxay, Shenzhen va Hong Kongdagi paychak bozorlarda o'z paychekini ikkinchi qatim bozorga soldi. Xitoydagi ba'zi dangliq davlat egiligidagi korxonalar G'arbdagi mablag' selish bankalari tarafidan qurilgan. Masalan, Jungo ko'chma xabarlashishi, ya'ni China Mobile ning qayta qurilish xizmati boshqurilishi yaxshi bo'lmagan bir qancha o'lka darajalik telegraf shirkatlarining qo'shib etilib, oxirida xalqaroliq fond boshqarish shirkatiga setib etilish orqali ro'yobga chiqqan. Növbətdə dünyadakı ən çoğ köçmə xəbərləşiş şirkəti hesablanğan bu şirkət 1997 yılı 2 qatım pay çekni bazarga silib 4,5 milyard məbləğ toplagan. Bu şirkət şu dərəcədə çoğ ki, alma şirkəti iPhone'larını Jungo köçmə xəbərləşiş orqali satadiganligini e'lon qilgan kuni almaning pay cheki 4%ga yaqin o'sib ketgan. G'arbliklarning Xitoy korxonalari va mablag' solg'uvchilariga bo'lgan ta'siri nihoyat cho'ng bo'lgan. Masalan, Xitoy g'arbliklarning o'zlarining MBA, ya'ni savdo boshqarish ilmiy magistrligi programmalarini taraqqiy qildirib berishi uchun Yevropadagi va Amerikadagi savdo institutlarining boshliqlarini o'ziga qiziqtirgan. London savdo instituti va Rotterdam boshqarish ilmiy
instituti qatarlıqlarning sobiq mudirlari növbətdə Xitay, Yevropa xalqaralıq soda məktəbində işləməkdə. Duke soda instituti və Harvard soda instituti qatarlıq orunlar Xitayning soda magnatlarini tərbiyələməkdə. Stanford və Wharton universitetlərində soda başqurish ilmida magistrlikdə oquyatqan Xitay puhralары daimla Amerikaning xatarlik turlarga mablag' silish shirkatlarida və xususiy sərmayə şirkətlərdə vaqtini o'tkazadi. Ular mablag' silish fursati yaratish uchun tezli bu yerlardan tezli Xitoyga yetkaziladi. Xitoy rahbarlari garchi G'arbning bu xil iqtisodiy sistemasini tanqidlaydiganligini bilsimi, ular tasavvur qilish doirasi ichidagi kelgusidimi davlat egiligidagi korxonalarga tayinishni davomlashtirdigandek turadi. Buning bir qancha sababi bor. Birinchidan, davlat egiligidagi korxonalar bugunga qadar iqtisodiy nuqtadan intayin g'albalik holda ilgirladi. Xitoy bu xil sistema orqali bir avlod ichidala dövi masalalar bor bir davlatdan g'oyat zo'r iqtisodiy magnatga aylandi. Ikkinchidan, Xitoyning davlat egiligidagi korxonalari Xitoy Kommunistik partiyasining hokimiyatining davomlashishini yordam bilan va sabab bilan ta'minlaydi. Xitoycha alaydilikka ega sotsializm Xitoy Kompartiyasining bir shuari bo'lib, u bu shuar orqali ommani o'z atrofiga uyushtura oladi. Üçüncüdən, Xitoy rahbarlari Xitoy iqtisodi uchun, shundoqla davlat bexatarligi uchun muhim rol o'ynaydigan asosliq sanoat tarmoqlari faqat tamoman yoki umumiy jihatdan hukumatning kontrolligi ostida turgandilar. Ondan to'g'ri yo'nalish bo'yicha ilgirlayalaydi. Davlat cho'qim ko'p sondagilarning igidorchilik huquqi jihatda asosiy rol o'ynashni davomlashtirish kerak deb qaraydi. 4. Davlat egiligidagi korxonalar ta'minlash huquqi va qonuniylikni ta'min etadiganligi uchun Kompartiyaning davlatni idora qilishidagi asosiy mexanizm hisoblanadi. 5. Davlat egiligidagi korxonalar Xitoyning ýеңilik yaratishiga turtki bo'ladi. Shu orqali Xitoyning chet el texnikasiga bo'lgan beqindichiligini azaytadi. Mana bu davlatning yana bir nishonidir. 6. Xitoy rahbarlari Rossiyaning Sovet davrining oxirgi mezgillarida duch kelgan davlat egiligidagi sanoatlarni dollar hisobida siyosiy jihatda beqindiligi bo'lgan shaxslarga setib berish natijasida pulining haddi hisobi yo'q oz sondagi g'oyat zo'r boylar xalqaro raqobatga qatnashishga amalsiz qolgan qatmal shirkatlar bilan qilishdek salbiy kechmishning o'z davlatining beshiga kelishidan saqlanish uchun aldirmasdan harakat qilishni umid qiladigan bo'lishi mumkin. Xitoyning eng yaqinqi 5 yillik plani strategiya jihatda muhim o'rin tutadigan, yuqori texnik talab qiladigan va yangidan gullanayotgan sohalar bo'yicha davlat darajalik ilg'or korxonalarni barpo qilish strategiyasini yurgizishni o'z ichiga oladi. Xitoy o'zi vujudga chiqargan ilg'or texnologiyalarni setish orqali xalqaro bozorga kirishga boshladi. Bu hol Xitoyning davlat egiligidagi korxonalarning iqtisodiy kuchidan halqigan andishlarni paydo qildi. Masalan, dunyodagi eng cho'ng tor aloqa vositalari shirkatlaridan biri hisoblangan Huawei texnologiya shirkati
Xitoy istixbarat tarmoqlari bilan yaqin hamkorlik ichida bo'lishi mumkin. Kelgusida Amerika shirkatlari, davlat organlari va askariy organlarni o'z ichiga olgan dunyo miqyosidagi nurg'unlagan tor aloqa ulinishlari Huawei tor sistemasini qo'llandigandek qiladi. To'xtovsiz holda tezlik bilan yer sharilishayotgan dunyoda mumkinchilik ichidagi tahdidlar ro'shan holda mavjud. Xitoyning ishpiyonlik tarmoqlari ma'lum tor aloqa liniyalarini nazorat qila olamdi yo'q. Ular tor sistemalarini uchur o'g'irlash uchun ishiltamdi yo'q. Ular kelgusidagi jiddiy ahvollarda zarbador konopkalarni barpo qilish orqali xalqaro mo'yim tor liniyalarda to'salg'i paydo qilamdi yo'q. Mushu sabablar tufaylidan Amerika va Angliya hukumatlari boshqa ba'zi hukumatlar qatorida Huawei mahsulotlarining o'z davlatida sotilishini chekladi. Davomi bor.